Esingizda bo'lsa, men video murojaat qilgan edim. Ba'zi bir kishilarga, insonlarga, Jasmin transi orqasidan zarar ko'rgan hammaga murojaat qilgan edim. Sizlar o'ylayapsizlar, hech kim javob bermadi deb o'ylayapsizlar. Jasminni boshiga hozir kelayotgan, transvatchani boshiga kelayotgan hamma muammolarga o'sha ism bergan ismlarim, даже gapirmay o'tganlarim hammasini qo'li bor. Hammamiz bitta bo'lib, hammaning nomidan buni shu holatiga olib keldik. Bu hali hech narsa emas. Hali yana davom etamiz, hali yana yo'llarimiz bor. Sekin-sekingina. Bu murojaatim Eminni transvatchadan kim narsa olyapti? Kim dori-darmon olyapti? Mani otam o'ldirgan natlari-yu, munjaralari-yu, krem, atir, spreylarini kim olib, kim reklama qilayotgan bo'lsa, hamma saqlaniz qilinyapti, hammasi zapis qilinyapti, hammanglar javob berasizlar. Birinchidan, ruxsatsiz olganingizga, davlatga bir so'm to'lamayotganingizga, soxta urun olayotganingizga va bunaqa transvatchalarni reklama qilib berayotganingizga. Hammaning o'g'li bor. Xo'pmi? Artistmisizlar, reklama qilgan, blogermisizlar, вообще farqi yo'q. Hammanglar saqlaniz qilinib kelyapti. Viloyatda qaysidir shaharlardanmi, Toshkentdanmi, qaysi biringlar atmetka qilib zakaz uchun degan joylarda olayotgan bo'lsanglar, hammanglar javobgarlikka tortasizlar. Jasmin transvatcha shuncha Alloh bersa beraverar ekan dedi. Alloh bersa rostdan beraverar ekan. Ol qulim desa berar ekan. Shuncha insonni nolasini eshitar ekan. Shuni bilib olgan. Sen qaqshatib tashayotganingda, ha deb kulganingda biz ham shunaqa kuladigan vaqtimiz keldi. Hozir meni ko'nglimga sig'maydi, lekin men otamning joni kerak bo'ldi. Shuning uchun men qahramon otam deb yotibman. Tushundingmi? Seni ko'tingni ochish uchun meni otamni joni kerak bo'ldi. Shuni bilib olgan. Meni mana shu ro'molga taqqan seni nating, tushundingmi? Uni orqasidan qara nimalar kelyapti. Sen $5000 so'radi deb baqirsan ham sendan so'ralmagan edi. Men sen berginam demaganmiz. Sen o'zing taklif bergansan, o'sha narsani qilaman, u qilaman, bu qilaman deb. Keyin qarasang, shunaqa shantaj qilsam, o'xshab qoladi deb o'ylading. Yemazlar. Bu hali holvasi. Hali to'xtab tursan. Hali to'xtab tur. Sen Toshkentda qanchadan qancha oilalarga zarar bergansan? Juda ko'p odamlarga. Turkiyada ham sotayotgan ana $3 kremlaringni, atirlaringni bor, rasmiyni qo'yib reklama qilishga harakat qilganlaring. Sen nimaga da'vat qilayotganingni bilasanmi? O'zbekistonda na dinimizga to'g'ri keladigan sani kimliging, transvatchaliging, na bizning qonunimizga to'g'ri keladigan. Sen nimani olib kirishga harakat qilyapsan deb hozir davlat bunga yo'l qo'ymasa nolivyapsanmi? Bir pasda ularni nimaga chiqarib qo'yapsan? Ko'zni ochtirishga o'rgatyapsanmi sen? Ko'rdingmi, sen ham kuning kelar ekan. Meni hozirgi video murojaatim, e'tibor bersanglar, men ustimdan hamma kuluvdi. Ya'ni hamma kuluvdi. Murojaat qilgan edim. Murojaat qilganlar hammasi jim o'tirib qarab o'tirgani yo'q edi. Biz bitta bo'ldik. Ularning kuchi bilan va hammamiz bitta bo'lib darsini berib qo'ydik. Darsini berishga davom etamiz. Tushundinglarmi? U molingni oldirib qo'yayotganingda, harom mollaringni olib kirayotganingda O'zbekistonga davlatga pul to'lamasdan soxta. Men shuncha pul to'ladim deb qila olmayman. Soxta narsani nimaga O'zbekiston senga olib kirish kerak? Soxta bo'lib yotibdi. Turkiyadan o'tmagan, Turkiyani soliq bakanligidan o'tmagan doring O'zbekistonda nega o'tish kerak? Meni savolimga javob ber. Soxta dokument tayinlagansan, ekspertiza qog'ozlari tayinlagansan, artistlarga berib reklama qilgansan. Nega O'zbekistonda o'tish kerak? Savol senga. Propaganda sizlarni qilib yotibsan deb, anu olib kiryapti-yu, bu buni olib kiryapti deysan. O'sha olib kirayotgan botokslarni qaysi biri insonni o'ldirib qo'ygan? Senga savol. Qaysi biri? Bitta odam o'ldi, shuncha odam o'lmadi deysan. Sen nima kamchilik qilyaptimi bu odamning joni senga? Kamlik qildimi? Ha? Bu ko'p tashi. Meni otamni ruhi qo'llayapti. Meni otamning joni kerak bo'ptiki, meni qahramon otamga. Tushundingmi? Sen bizani mamlaq ro'molga tiqib qo'yganda ha deb o'ynaganingda, bizani ham o'ynagan kunlarimiz kelyapti, shuni bilib olgan. Hali bu hech narsa emas. Hali to'xtab tur, yo'lida nimalar bor. Faqat orqangda kimlar turganini esingdan chiqarma. Transvatcha.
men buni qilyapmanmi, narko biznes qilmayapman, men jalabchilik qilmayapman. Здравствуйте. Aytgan hamma ishlaringni qilib kelyapsan. Isbotlarim bor. Kimga kerak bo'lsa aytsanglar tashab beraman. Sizlar uni ayolman desa, ayol deb o'yladinglarmi? Kestirmaganlar okaxon antlarini. Qorinboy amaki kestirmaganlar yelkasi katta. Demakki, u hali ham erkak. Pasportida trans deb yozilganmi? Yo'q, erkak deb yozilgan. Tushundinglar? Xullas, sizlarga yana mashdan aytaman. Qaysi bloger, qaysi kosmetolog yana Jasminni, transvachchani har bitta olayotgan narsasini, sotayotgan narsasini reklama qildinglarmi? Mana shu gapimiz zubdayu, ana. Dadis qiluvmidi sizlarga? Shuncha gapirdi. Qildimi? Tahdid qilib yo'l yopish harakatini qiluvdi. Bu yog'iga hammanglar javob berasizlar. Bundan keyin yana kirib kelmoqchi bo'lgan mollari yana shuna qo'shiladi. Yana tushadi. Yana tushasan, chunki soxta. Seni urning moling soxta. Всё, sen Turkiya qabul qilmagan molingni O'zbekiston ham qabul qilmaydi. Tushunding? Ahmoq emas, sen pul to'lab turib ish bitiraman deb o'ylading shekilli. Bir unaqasiga yopding, bir bunaqasiga. Shahar bedarvoza emas, o'tsanga, tushundingmi? Mana otam joni kerak bo'lgan bo'lsa bu mavzularga. Ishon. Yaxshi bo'pti. Biz hozir meni xursand bo'ladigan paytim emas edi, lekin qabul qilaman shu xursandchilikni, shu meni azador paytimda. Bu ham senga ekan. Hali ko'p narsa kutib oladi seni. Sen hali to'xtab tur. Hali ko'p. Bu insonlar senga o'yinchoq emas. Gapirgan insonlaring hech qaysi senga o'yinchoq va padarka emas. Mana men senga aytaman, har bitta O'zbekistonda kimni gapirib chiqqan bo'lsa, mamundog'dan mashincha odamlarni eslab ko'rgindek. Ana endi badalini og'ir to'laysan. Tushundingmi? Meni otam prosta sababchi bo'lib qopdilar. Shu narsani bunaqa bo'lishga. Bir erkak sifatida seni yo'q qilish uchun otamning joni kerak bo'libdi. Bu boshlanishi. Xullas, senga o'sha gap, hammanglarga o'sha gap. O'sha ana o'rtog'i telefon qilib gapirgani bor-ku. O'sha o'rtog'ingga ham salom aytib qo'y. Tushunding? Kulayotganda mazza edi, uyayotganda mazza edi, Qani endi u uylarni bitta sot, ishlat endi. Qanday olgan bo'lsang. Hammani qaqshatib, baxtli bo'lib yashab ketaman deb o'ylamading. Shahar bedarvoza emas. Tushundingmi? Meni o'lgan otamni gapirding, o'zinglarning orqangda yana bitta transvachcha bilan ustidan kulding. Qalay bo'lar ekan? Yaxshimi? Ko'rdingmi? Hozir unaqa zamon emas, 40 yilni kutadigan zamon emas, vaqt emas. Hozir 40 kunga bormayapti. Dil oritish ertani kutmayapti. Tushunding? Xullas, senga mana shu gapim. Orqada anu turibdi, voytot $5000 bermaganimga deydi. Sen nima deb o'ylading? Qanaqa $5000? Mani otam o'lim bilan yonma-yon turganda sen meni больницамga kirib kelib nima to'polon qilib kelding? Mani otamni yana ham yomon holatga tushirib, men otamni qizi edim, tushundingmi? Otamga og'ir kelgan paytda sen o'zingcha o'yin qilib ketaman deb o'ylamading. Xullas, videoyim jo'natib qo'yasizlar transvachchaga. Uni reklama qilayotgan odamlarga jo'natib qo'yinglar. Hammanglar sahraniz qilinyapti, hammasi javobgarligi cho'tkisiga tushasizlar. Razgopchilik kutini yondirib yuboribman men. Kuti yonib ketibdi razgopchilikda. Poqqillatib ishlayotganimga. Sen ham ishla, pul top, kuyib o'tirmasdan. Birovni omatiga kuyib, kuting yonib o'tirmasdan ishla sen ham. Tavba. Achchig'im kelib ketib, hozir davleniyam oshib ketdi. Boje moy. Shunaqa ham kuygan odamlar bo'ladimi? Kuyikmasdan sen ham ishla, sot. It olmagandan keyin, eplolmagandan keyin kuykasan birovlarga, tavba qildim. Ertalab turib, сразу bildikki, что это подстава, mana qanjiq yozdi. 25 ta munjara kerak menga, kartaga tasha olmayman, nalichniy beraman dedi, va borib bermadik. Ko'nglim sezdi, что 100% podstava cho'rniga tiqib oling dedim. Уже ikkinchi marta bo'lyapti shunaqa. Podstava o'xshamagandan keyin o'rtog'imga telefon qilib, o'rtog'imga emas, dastavka qiladigan bolaga telefon qilib, bugun uchrashishimiz kerak 1 soatdan keyin, srochna ke, yana dori sotyapsan ekan, eshitdik. Bilak, bitta men sotyapmanmi munjarani? O'zbekistonda hamma sotyapti. Ana ruchkaligini yomon, olmanglar qimmat deb chiqqanimga, eriga zvonok qilganmi, tanishlariga zvonok qilganmi, meni o'rtog'imni ushlab, o'ziga o'tgan safar noqonuniy tarzda 15 ming dollarlik dorisini olib qo'ydi.
Hech qanaqa sudga oshirilgani yo'q ish. Qonuniy bo'lsa nimaga sudga oshirmayapti? Jarani butun O'zbekiston sotyapti. Butun O'zbekiston, ne только men, kosmetologlar chet ellardan olib kelib qilishyapti hammaga. Endi ularga $700 men $350 qilib yubordim bugun. Ko'ti yonyapti kimdir, hayron qolaman. Kargochim aytayapti, men dori sotmayapman. Bugun aksiya qildi, sredstwalarini, duxiylarini. Yo'q, uchrashib gaplashib olishimiz kerak. Ko'rdiki, normalniy pulda olib qo'yib turib sotsa, bizdan olib qo'ysa hech kim hech bola demaydi. Meni ana o'ynashlarim yo'q tepada ishlaydigan. Kim qaraydi bunaqa narsalarga? Dokument qilaylik desak, dokument qilib bermayapti. Unga pul ber, bunga pul ber, mana unga pul ber, falonchiga pul ber, pistonchiga pul ber, dokument yo'q. Bilat, shahar bedarvoza emas-ku. Ichki ishlarda ishlaydiganlarda ishi qolmadi shekilli, ularga ishi yo'q shekilli. Kechani bolalar, qancha bolalar zaharlandi, o'shan bilan shug'ullaninglar. Meni ko'timi poylab yurmasdan nima qilyapti ekan deb. Kuyutyapsizlarmi? 2 ta uy olib qo'yganimga, 3 ta uy olib qo'yganimga. Nima biz ko'karmaylikmi? Harakatimga yarasha kechalari uxlamay chiqqanimga yarasha olyapman, harakat qilyapman. Endi qachongacha orqamdan ko'timni poylab yurishadi bular, tushunmayapman. Iltimos, Saida Mirziyoyeva yordam bering. Jonimdan to'ydim o'sha. Ichki ishlarda vaqti ishiq boshqa ishi qolmabdi shekilli. Meni podstava qilib, dorini olib qo'yib, ana umid preparatchiga berib, mana kosmetolog ham hozir menga yozishyapti. Umidni kosmetologi bu deb yozishyapti. Bu orqali meni bugun podstava qilishmoqchi bo'ldi yana. O'xshamadi. Endi o'rtog'imga telefon qilib $200 olib qo'yganman Umiddan. O'rtog'imga telefon qilib, uchrashishimiz kerak, yana dori sotyapsan ekan. Iltimos, Saida Mirziyoyeva yordam bering, nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti O'zbekistonda, men tushunmayapman. Ichki ishlarda boshqa qiladigan ish qolmadimi? Beryaptiki, nat hamma yo'qqa davo, hamma yo'qqa yordam beryapti. Endi ko'ti yonib, mana viu qilib, svetofor bo'lib, mana Qanjiq bugun 25 ta munjara zakaz qildi. Olib borib bermadik, cho'rniga tiqib qo'ydik. Podstava o'xshamagandan keyin endi o'rtog'imga primoy telefon qilishyapti ekan. Ichki ishlardan srochni ket 1 soatga. Sen bilasanmi, yosh umringni xazon qilma deb. Saida Mirziyoyeva nima bo'lyapti O'zbekistonda? Nima poraxo'r bo'lib ketganmi hamma ichki ishdagilar? Boshqa qiladigan ishi yo'qmi ularni zanimatsiya qiladigan? Iltimos, yordam bering menga. Nima bo'lyapti bu? Assalomu alaykum hammaga. Uzr, sizlarni kuttirib qo'ydim. Chunki sizlarga tushuntirib o'tishim kerak deb material yig'dim qo'limga. Qaranglar. Bu men aytayotgan bu hit xonaga, pardaga, divanga, keyin kir mashinada kir yuvasizlar hid bo'lsin deb qo'yilayotgan atirlar, spreylar, bu kremlar, bularni hammasini optiviy joyi bitta Turkiyada mana shu linkda bor. Qaranglar, mana shu link ichiga kirganingizda narxlarni ko'rasizlar. Marka sifatida bor. Yana bitta nimasini aytaman, bu originalmi, original emas deyotganlar uchun aytaman. Da, bu haqiqiy original emas. Bu poddelkasi. No, nisbatan arzon. Bizdan o'zbeklarni cho'nchagiga ba'zi birlardan olgandan ko'ra $10, $15 bitta spreyi mana shu linkdan arzonga olinglar deb sizlar uchun bu videoni tayyorladim. Menga faqat kommentariyaga rahmat va отдельно link deb yozsanglar, sizlarga Turkiyadagi birinchi o'sha ishlab chiqaradigan joyi adreslarini beraman. Keyin kuzatma, keyingi videoni ko'rsanglar, o'tda tushuntirib o'tirgan sotuvchilarning hammasi o'zbeklar. Jo'natib berishadi sizlarga. Agar prosta optim olmoqchiman desanglar, bitta spreyni 20 ta olsanglar, masalan, $4 dan olasizlar. Yana bitta fishkasi O'zbekistonda, Dubaydan, Xitoydan, Turkiyadan olib keladigan nima biznesmenlarimiz bor. O'shalar uchun ham aytyapman. O'zinglarni markalarni, logoinglar bilan bu odam bilan gaplashsanglar, sizlarga $4 dan olinayotgan krem, $6 ga atir, sizlar o'zinglarning nomingizga olganingizda ular $2 ga arzonga tushadi. Bu yana ham sizlar uchun mazza qilib ishlatishingiz uchun sizlarga qilib beryapman. Bari boshqa joylardan bitta nima spreyi $10 da $15 dan sotishyapti ba'zi bir blogerlarimizda. O'shaning uchun men xuddi o'sha firma, o'sha joy, o'sha markalarda sotilyapti va birinchi qo'l deb linkini tayyorlab qo'ydim sizlarga. Sotuvchilar o'zbeklar,
qayerdan qanaqa jo'natib olishni o'zinglar gaplashasizlar. Men o'rtada turmayman. Faqat sizlar uchun bitta rahmat evaziga harakat qilib berdim. Faqat bu videoni oxirigacha ko'ringlar, tushunib sizlar nima deyotganimni. Qizijonlar, mana qaranglar. Bu konsentrati, bu bo'lsa освежитель. Qaranglar, bakaratiki. Qizijonlar, buni misol uchun kirlaringlarni yuvasizlar, misol uchun dazmollarga qo'shasizlar, polni uy uborka qildinglar, changlarni artinglar suvga qo'shib, uydan hidi gurkirab turibdi, kelib turibdi. Buni bo'lsa bemalol pardalarga, pastellarga nima sepib qo'ysanglar, endi dahshat uyingizdan shunaqangi hid keladi. Mehmonlar kelganda ham, polni mebellarga sepib qo'ysanglar ham, zallarda mehmonlar kelganda ham hayron bo'lib shunaqangi oshiq bo'lishadi buni hidlariga. Qizijonlar, qaranglar, bakaratiki. Ko'rsataman sizlarga. Mana Libraniki.